Assalomu alaykum. Bugun tekanzanlarimiz bor edi. Uстановkaga yangi AUX inverter 32 freonda ishlaydi. ASV degan model. Feni seriya bo'ladi. 12 talik. Shuni bugun uстановka qilamiz. Jarayonni ko'rsatamiz. Mana shu modeldan seriya bo'ladi. ASV degan model. Shuni hozir uстановka qilamiz. Xudo xolasa. Hozir uстановkamizning standartli trubka ulanadi bunga. Uzun. Через balkon zalga qo'yiladi. Femabda turadi. Trassa yurib bu yoqdan chiqib ketadi balkondan. Pastga tushadi. Oynani tagiga qo'yamiz. Bunga ulaymiz hozir endi. Trubka olib kelganmiz. Jarayonni ko'rsatib boramiz. Ulab oldik. Trubkamizni. O'zi komplektida 3 metr chiqadi. Ichida joyimizning standartli bo'lgani uchun qo'shimcha trubka uladik. Inshaalloh trassa chiqib ketadigan teshib oldik mana. Zo'r chiqdi, xudo xolasa. Bu yoqdan ko'rinishi. Endi bu yoq sanli to'g'ri ajoyib. Ozgina harakat qilib, to'g'rilab, chiroyli qilishga harakat qilib qo'yib beramiz, xudo xolasa. Oldik. Taxta. Oyna. Sinmadi, xudoga shukr. Trassa bu yoqdan keladi, temamdan da. Tashqariga chiqib ketadi. Yaxshi chiqyapti. Inshaalloh oz qoldi.